1.750.000 rublni berish kerak. Shu bola va'da berdi, mendan olasan deb pul olingan, pul bizning qo'limizda fakt pul yo'q. 25 ta bola guvay shahid ishlaganmiz. Qanday bo'lyapti uka? Mana kirning og'zidan fitaboshga qanday bo'lyapti? Zo'r ekanlar bu. Вообще. Klassna. Klassный. Inshaalloh xudo xolasa, hozir bu yerga chiqasan, jamoa qilamiz. Tamom, shunimi? Zo'r ekan. Menga ma'qul bo'ldi. Yana kelaman inshaalloh. Inshaalloh. Eson-boyliklarga nima deysan? Kelsin, zo'r narsa ekanda, menga ma'qul bo'ldi. Hech qilib ko'rmagan. Bu yana aytam, momoga pursamadi. Qayerda momoga? Klassni joyga keldi, bu joyga bu yerda inshaalloh rahat qiladi. Zo'r narsa. Jigarlar nomerda ekran tagiga qo'yamiz, murojaat qilasiz, kelaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aka-ukalar, og'ayin jamoalar, aynalar, like-ni bosib, gumburlatib, gruppa podelit saqib qo'yingizlar. Biroq aynamizni kidat qilgan nima bo'ldi bular? Kidat. Bir necha kishini kidat qilgan 1.700.000 rubl qarzlar. Aynamizning o'zi videoning davomida aytib o'tadi. O bolaning adresi, tug'ilgan yeri, G'aravotning 5-kanal demekan, nasoz demekan shu yoqdan. Lekin o yoqdan bu yoqqa ko'chib kelgan. Ko'ktashga ko'chib kelgan. Ko'ktashning Tubek degan yerida ekan. Aynalar. Gruppa podelit saqingizlar, yana bir marta aytaman, ko'rsin. Chunki har bir ota-ona yaxshi niyat ila farzand o'stiradi. Kim uning yozganlarini talab, "Ay, uyingga boraman" desa, "Uyima borsang, enim men gaplashib o'tirasiz" deb. Sen atang bormi, yenang bormi? Ay, atang bormi? Ar, namus, vijdon degan narsa bormi? Qaysi aqli bor erkak uyga borsang, enim men gaplashib o'tirasan deydi. Agar atang yo'q bo'lsa ekan, o boshqa gap bo'ladi. Atang bormi? Lekin pulni bergin birovning pulini. Odamlarni aparib turib abishat qilgansan, ishlatib turib 1.700.000 so'm rubl pul. Keyingi videoda boshqacha video bo'ladi, aytib qo'yay. Keyin hozir pulni bermasang, hozir buni ta'kidlab boshlaymiz, keyingi videoda nasibda valda urib boshlaymiz. Tushundingmi? Shuning uchun aytaq, ko'p yeganing bo'ladi, ko'tingga zikr salatdi, endi salat zikrni ko'rasan. Jonlaringiz omon bo'lsin, gruppa podelit saqib qo'ying, haramxo'rni ko'rsin. Barib aytaq-ku. Yaxshining bolasi yaxshi bo'ladi, yomonning bolasi yomon bo'ladi. Haramxo'rning bolasi haramxo'r bo'ladi. Agar men chaqani agar haram luqma yedirgan bo'lsa, baribir haramxo'r bo'ladi. Shuning uchun luqmani halol qilingizlar aynalar, mana shu o'xshab urvat pedik daraz bo'lmasin. Jonlaringiz omon bo'lsin. Endi mendan xafa bo'lmangizlar. Bu aynam o'zi oxirida gapirib o'tgan. Ko'rasizlar. O'zlaringiz asrangizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ana do'stim desang, biz 17-chisloda keldik, Shermetovaga uchib keldik, Monolit bor dedi. To'g'ri Malaxovga bordim. İşte boshladik, ishladik, 25 ta bolamiz. Ishladik, har 50 kubda jabat degan bola 100 kub bo'ladi, pul yo'q, armirovkalar bo'ladi, pul yo'q, ishni to'xtatib, katta zakatchikka chiqdim o'zim. Chiqdimki, men aytdimki, sen pul berasanmi, yo'qmi? Biz o'roza payti bu yerda dedim, non yeymiz. O yoq bu yoq dedim, aytdiki, senlar dedi, kattalaring 1.750.000 olgan, senlar yana 200.000 rubl qarzdorsanlar dedi. Men aytdim, yesa biz ish to'xtatayıq. Bolalar hamma mening orqamdan turdi. Dokazatsiyalar bor, kamera polni ishlagan nimalar. Kattalar pulni bergan, o bola Ay. bermadi. O bola qayerdan adres? G'aravotning 5-dan Tubekka ko'chib kelgan. 5-sidan, G'aravotning 5-si degan yerdan aka. Ay vaqtida urush yillari hozir Tubekda yashaydi. Tubekka ko'chib kelgan. Otasining otini Qudrat deydi, o'g'lining otini Mardon deydi. Lavrga ko'chib kelganman. Tubekka ko'chib kelgan, ha? Tubekka ko'chib kelgan. Xo'p. Al bola sizga agar kidat bo'lsam, pulni men beraman deb abishat qilganmi? Hayır, pulni mendan olasan degan. Men keyin bildimki o'rtada qarang aynan. Pulni men beraman. Agar kidat bo'laman, bo'lmayman, pulni men beraman deb aytgan. Hayır. Şey, dogovor bor. Bolalarım bor, doказательство.
dokazatsiyaga bolalar tig'ilib жатыр. Tappa tayyor. Gapiring. Ana shu aytib 1 milyon 750 ming rublni berish kerak edi. Shu bola va'da berdi, mendan olasan deb pul olingan, pul bizning qo'limizda fakt pul yo'q. 25 ta bola guvoh shahid ishlaganmiz. Shu bolalarning puli 3 aydan beri 3 ay ishlagan bolalar pulni olgan yo'q, oylig'ini olgan yo'q. 1 million 700 ming so'm shu bolalarning puli u yerda. 1 milyon 500 ming pul, 1 milyon 750 ming pul olingan ekan. Bo'ldi. Tushundim. Ol o'zi aynan bunday gap bo'lgani qarang. Men sizga buni ham aytay. Ertaga misol uchun bizni ko'radigan odamlar bor-da internetda. Xo'p, men agar mana shu pulni olmasam, men uyimni sotaman, nima qilaman, yerning ostidan bo'lsa men o'zim kallam men javob beraman deb sizlar chaqirib ishlatgan. Ya onday degan yo pulga jaqqa javob, pulni mendan olasan deb yeshak yiqib gani degan atdim. odam o'sha kallam men javob beraman degan odam da. Misol uchun sizlarga aytgan, Aynen. men beraman. Sizlar xavotir olmangizlar. Pulni bermay ketsa, men beraman degan. To'g'rimi? Hayır, hayır, hayır. Sizlar xavotir olmangizlar degan. To'g'rimi? Hayır, hayır. To'ppa Ana to'g'ri. shuni aytyapman aka. Короче, bu bolalar ag'an, bu bolalarning gruppasi ag'an pulni kim bo'lsa ham, keyin sizga bermang, telefonlaringizni o'chirib qochgan. Hayır. 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 Mana shunchaki shuni so'rayapman sizga. Na shunchaki.